Nega xo'roz urushganda bitta zarbada yoki o'ldiradi yoki raqibini qochirib yuboradi? Buning ortida ma'lum bir zotning qoni yotadi. Bu informatsiya siz uchun qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha tomosha qilib, kanalga obuna bo'lib turing. Men esa sizlarga u haqida informatsiya beraman. Birinchisi bu yapon shamo zoti hisoblanadi. Gavdasi juda katta, kuchli, sovuqqon, agressor xo'roz hisoblanadi. Qaddini tikka tutgan paytda man degan xo'rozlar undan qo'rqadi. Ikkinchi paroda bu Hindiston va Pokistonga borib taqaladigan eski asil zotli dakan xo'roz hisoblanadi. Juda tez, chaqqon, udarlari juda og'ir hisoblanadi. Uchinchisi bu Ganoy zoti kelib chiqishi Vyetnamga borib taqaladi. Muskulaturasi juda kuchli xo'roz hisoblanadi va o'zi boshida aytganimdek og'ir kaltaklarni ko'taradigan, lekin o'zi bitta ursaga raqibni qochirib yuboradigan paroda hisoblanadi. Siz yana qanaqa xo'roz zotlarini bilasiz? Kommentariyaga o'z fikringizni bildirib yozing. Bizlar uchun bu juda muhim va juda qiziq hisoblanadi. Videoni xo'rozboz do'stlaringiz bilan bo'lishni unutmang.